Tezkor xushxabar. Azizlar, ushbu xabar boshqalarga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosishni unutmang. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi oshdi. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi 2024-yilning birinchi choragiga qaraganda 18% ga ko'tarildi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning birinchi choragida O'zbekistonda o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 5.796.1 ming so'mni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich 2024-yilning mos davriga nisbatan 18% ga o'sgan. 2021-yil bilan taqqoslaganda esa 2 barobarga oshgan. Joriy yilning yanvar-mart oylarida hududlar kesimida eng yuqori ish haqi Toshkent shahriga to'g'ri kelgan va unda 9.880.000 so'mni tashkil etgan. Undan keyingi o'rinlarda esa 7.330.000 so'm bilan Navoiy hamda 5.430.000 so'm bilan Toshkent viloyatlari egallagan. Ish haqining eng kam miqdori esa 4.08 so'mni tashkil etgan va u Qashqadaryoga to'g'ri keladi. Hududlar bo'yicha o'rtacha oylik ish haqi: Toshkent shahrida 9.889.000 so'm va 100 so'm. Navoiy viloyati 7.330.900 so'm. Toshkent viloyati 5.435.600 so'm. Andijon viloyati 4.874.500 so'm. Buxoro viloyati 4.763.900 so'm. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4.672.100 so'm. Sirdaryo viloyati 4.662.300 so'm. Xorazm viloyati 4.580.200 so'm. Jizzax viloyati 4.370.100 so'm. Samarqand viloyati 4.353.100 so'm. Namangan viloyati 4.276.900 so'm. Surxondaryo viloyati 4.209.100 so'm. Farg'ona viloyati 4.203.000 so'm. Qashqadaryo viloyati 4.79.800 so'm. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2024-yilda o'rtacha oylik ish haqi 2023-yilga qaraganda 17.4% ga ko'tarilgani haqida xabar berilgan edi. 2024-yilda O'zbekistonda o'rtacha nominal soliq va boshqa to'lovlarni o'z ichiga olgan taqdirda oylik ish haqi 5.357.000 so'mni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich 2023-yilda 4.562.000 so'mni tashkil etgan deyilgan xabarda.